Jaylon. İsmi kim edi? Vatan bir balaydı. Jasur. Jasur Mamadaliyev. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Piyola choy. Nima? Chiroyli gurunglar. Yo, qirol. Sizga yarashadi. U Abdullajon Shakar. Moshmaydi. Arqa kezamchasmi? Mayli bersangiz. Xudo aka, Yulduz Suvonovani kasetiga borgan bo'lib, nima qo'shig'ini aytganmi? Qaysi? Yondiradi, kuydiradi, sanamginamda aytuvdi-da zo'r operyapti-da bizni kasetda operyapti. Mana radioda. Yangi qo'shiqni eshitdingizmi? Sanamiz. Sanama deydi. Ne gitar vardı. Endi tanışamadı çüş dedi. Hayya dedi, da bir gitar vardı. yangi qo'shiq sizga yoqdimi? Karakaran quroli keldi dedi, bir gitar vardı. Mana qarang, sizga sanam yoqdimi? Ha, yo'qdi. Kim aytgan? Sanamini kim aytgan? Sanama yulduz olmaydi. Yulduz olmaydi. Yo'q, Jaylon demaydi ki. Jaylon. Kim aytgan? Jaylon Yulduz Sonov aytganmi? Ya ana o. Yo'lda ketaganda uchratib qo'ying, ketyapti dedik-ku. kim edi o'sha kishi? Jaylon. İsmi kim edi? Vatan bir balaydı. Jasur. Jasur Mamadaliyev. Topdingiz, bak, 5 ta. Ballatdi.